Yurtimizda olib borilayotgan islohotlar jarayonida qishloq xo'jaligi sohasini transformatsiya qilish, yer resurslaridan samarali va oqilona foydalanish, fermer hamda tadbirkorlar uchun qulay muhit yaratish ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. Ayni maqsadda joriy yil 3 fevral kuni Prezidentimizning qishloq xo'jaligi ekin maydonlari unumdorligini oshirish, tarmoqqa investitsiyalar jalb qilish uchun qulay shart-sharoit yaratish bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi muhim farmoni qabul qilindi. Ushbu tarixiy hujjat orqali qishloq xo'jaligi yerlaridan samarali foydalanishga oid prinsipial yangi yondashuvlar belgilandi. Xususan, yerlar elektron auksion orqali shaffof va raqobatli shartlarda taqdim etiladi. Fermer va tadbirkorlar yerdan foydalanishda keng vakolatlar va qonuniy kafolatlarga ega bo'ladi. Shu bilan birga zamonaviy sug'orish infratuzilma obyektlari, texnologiya va innovatsiyalarga alohida e'tibor qaratiladi. Qishloq xo'jaligida mehnat qilayotganlar uchun, yerni yaxshi ko'radiganlar uchun, yerga mehrini beradiganlar uchun juda ham bir xursandchilik bilan qabul qilishdi xalqimiz. Nimaga? Mana oldin fermer bo'lganmiz, undan oldin kolxozlar bo'lgan, savxozlar bo'lgan, undan keyin fermer bo'ldik. Oldin mana biz fermerlik bo'lib o'zimizni yerimizga o'zimiz o'g'irlik qilardik. O'zimiz yashini bir yerga 1 gektar qovun ekardik, yo 1 gektar tarvuz ekardik. Atrofini bir bakkalar bilan bekitib o'g'irlik qilardik. Nimaga? Nimagaki shu qovun, tarvuz yoki sholidan yaxshiroq daromad qilinardi-da. Uni xohishi bor edi, intilishi bor edi ko'proq pul topishga, lekin imkoniyat yo'q edi. Mana shu 18-farmon mana shunaqa har xil sabablarga chek qo'yildi. Eng yaxshi tomoni endi mazza qilib xohlagan narsasini ekadi. U keyin nima uchun? Yer ham haligi mehr bermagandan keyin yer ham qarovsiz qolyapti-da. Chunki endi u fermer bo'lgandan keyin ko'ngil bo'linyapti. Ertaga hosildorligim bo'lmay qolsa yerni olib qo'yadi, planni bajara olmay qolsam yerni olib qo'yadi degan bir shubha bilan mehr bermasdan ishlashyapti. Endi yer o'ziniki bo'ldi, kadastri bo'ldi. Endi xohlagan narsasini ekkandan keyin pulni sarf qilyaptimi? Daromadi ko'proq beradigan mahsulotlarni ekadi. Oziq-ovqat bor, eksport bor. Sababi u daromad qilmasa, unga pul sarf qilib qo'ydi. Ushbu farmon ijrosini ta'minlash maqsadida hududlarda izchil ishlar olib borilmoqda. Ayniqsa, Andijon viloyati bu borada ilg'or tajriba va tashabbuslar markaziga aylandi. Bu tadbir nafaqat mahalliy fermerlar, balki mamlakatimizning turli hududlaridan tashrif buyurgan agronomlar, olimlar, tadqiqotchilar va soha mutaxassislari ishtirokida yuqori saviyada o'tkazildi. Birinchi o'rinda ixtiyoriy ravishda, hokimiyatdan mustaqil ravishda nima ekish kerakligini o'zi o'sha auksionda sotib olgan odam hal qilishi bu birinchi eng katta ustunliklardan biri. Ikkinchisi bu berilayotgan yerni egasiga direksiya tomonidan mana viloyatlarda shu auksionda chiqargan yerlardagilari ko'maklashish nuqtai nazaridan pullarni 25% direksiyaga mablag' sifatida shakllantirilyapti va bularga suv olib kelish, infrastruktura, elektr toki olib kelish bo'yicha katta yordam berishi va bundan tashqari bilamiz mana mukammal qurilish qilish qishloq xo'jaligi yerlarida taqiqlangan maxsus ruxsatnoma kerak. Bu yerlarda o'sha 1% gacha yoki bozorchilik yo'nalishida 20 sotixgacha bo'lgan yerga xolodilnik, masalan, shiypon qurish mumkin, sartarochniy liniyalar uchun maxsus binolar qurish uchun ruxsat berilyapti. Bu ham katta bir yangiliklardan biri va bundan tashqari 26-yildan boshlab har bitta bog'larda normativ hosilga qo'yilayotgan talablar bu juda ham bir katta yangilik biz uchun, chunki ilmga bo'lgan, tomchilatib sug'orishga bo'lgan, suvni ekonomikasiga va yuqori hosil olishga juda ham katta ta'sir o'tkazadi. O'sha normativdan yuqori hosil olganlarga soliq imkoniyatlari berilyapti 3 baravar. Bog'dorchilik emas, balki butun qishloq xo'jaligiga bir turtki bo'ladi degan umiddaman. Tadbir doirasida ishtirokchilar Oltinko'l tumanidagi ko'chatchilik, noyob buta va ko'chat yetishtirishga ixtisoslashgan plantatsiyada amaliy ko'rik, tahlil olib borildi. Bu yerda nafaqat mahalliy iqlim va tuproq sharoitiga mos, balki eksportbop darajadagi noyob navlar yetishtirilayotgani, ko'chatchilik sohasida zamonaviy yondashuvlar joriy etilayotgani alohida qayd etildi. Suv resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanish, agrotexnologiyalarning samarasi, mahalliy va chet ellik mutaxassislar o'rtasida fikr almashinuvlar yuksak baholandi. Farmonning asosiy mohiyati yerdan maksimal darajada daromad va samara olish.
kichik yerda katta mahsulot yetishtirish texnologiyalar hisobiga unumdorlikni oshirish ekani yana bir bor amalda isbotini topdi. Joyimiz Yangiyo'l tumanida. Bugungi seminardan o'zimizga yarasha katta xulosalarni oldik. Agrotexnikasini berishlik, o'g'itlarni o'z vaqtida qarashlik, har bitta narsaga ilmiy yondashish, kerakmasa tuproq unumdorligi, qanday holatdaligini har bir narsani birinchi navbatda bir tekshirib olishligimiz bu biz uchun keyingi ishlarimizga faqat bug'doy yoki paxtachilik bilan olmasdan bog'dorchilik bor, mana gulchilik bor, ko'chatchilik bor, har bir narsaga yetishtirilayotgan mahsulotlarni yo'nalishlarini o'z agrotexnikalarini vaqtida berishligini xulosa qilib oldik. Shuningdek, tashrif doirasida ishtirokchilar O'zbekiston-Xitoy hamkorligida tashkil etilgan qalampirni qayta ishlashga ixtisoslashtirilgan qo'shma korxonada ham bo'lib, bu yerdagi ish uslubi va imkoniyatlar bilan yaqindan tanishdilar. Mazkur zamonaviy korxonada xitoylik investorlar bilan uchrashuv tashkil etildi. Uchrashuv davomida korxona rahbariyati tomonidan fermerlardan qalampir mahsulotini qancha bo'lsa, shuncha miqdorda sotib olish imkoniyati mavjudligi, mahsulotlar uchun narx kafolatlari va bozordagi talab yuqori ekani, qayta ishlash jarayonida eksportbop mahsulotlar tayyorlashi, fermerlar uchun to'g'ridan-to'g'ri daromad keltiradigan shartlar yaratilgani ma'lum qilindi. Eng muhimi, tadbir doirasida qator o'zaro manfaatli kelishuvlar ham amalga oshirildi. Bunda fermerlar, tadbirkorlar va korxona o'rtasida uzoq muddatli hamkorlik shartnomalari tuzildi. Bu esa yer egalari uchun ishonchli bozor, kafolatlangan daromad va barqaror rivojlanishni anglatadi. Bizda shunaqa imkoniyat bor, bizning quyoshimiz bor, yerimiz bor, suvimiz bor. Hamma joyda ham bu yo'q. Buni qadriga yetishimiz kerak. Bular qilayotgan daromadni mana shu bizning fermerlarimiz ham, bizni mana shu auksionda yutgan yer ijarachilarimiz ham shuni xohlashib, mana qiziqishib, o'rganishib, 7-8 ming dollardan foyda qilishini birpasda kalkulyatorga urishib, bilan shartnomalar qilishib, mana bugun ancha suhbat bo'ldi, bu yerda ham davra suhbati bo'ldi. Buni hisobidan endi ular ham hozir borib, hisobini chiqarib, ular bilan shartnomalarni qilib, ertadan, yana shu bahordan qalampirni olib, ular ekib, ular aniq sotib olishini ular va'da berishdi. Auksiondan 49 yilda yutdik. Buni afzalliklari shu bo'ldiki, yurtimizdagi dehqonchiliklarda majburiyat belgilanar edi yerlarga. Farmon bilan endi yerni shunday oldiki, biz o'zimiz o'sha ixtiyoriy holatda o'zimiz ishongan narsalarni ekishga, shulardan hosil olishga harakat qilganimiz uchun biz Bo'ston tumanida o'sha yerlardan avval 12 gektar, undan keyin 34 gektar yer oldik. Shu yerga endi hozirda Andijon davlat universiteti olimlari bilan, Agrar universiteti olimlari bilan, Farg'ona politexnika olimlari bilan hammasi bilan hamkorlikda ishlab, paxta g'o'zani ostiga Chufa ismli nomlik yo'lbars bodam deydi o'zimizning tilimizda. Yo'lbars bodamni paxtani ostida ekib hosil olishni uddaladik. Bu yil hozir unga patent olyapti. Paxtani terganimizdan keyin, g'o'zani olganimizdan, karchival qilgandan keyin bizni yo'lbars bodam chiqib keladi. Hech qanaqa paxtaga xalaqit qilmaydi. Bemalol orasida dehqon shu yerini haydaveradi ham, sug'oraveradi ham, hammasi yetishtirish bir xil bo'lib, mana bu hamkor ekish texnologiyasini olimlar bilan izlanib, buni topdik hozir. Buni uddaladik. Buni hozir joyida ko'rish mumkin. Sababi bu yo'lbars bodamdan 26% yog' olish mumkin. Undan olingan yog' mana bu alifka yog'idan ancha qimmat turadi. Masalan, o'zbek so'miga 400 ming turadi. 4 kilosidan olingan 1 kilo yog'. Undan kraxmal olinadi. Endi uni kraxmali shundayki, xomdon pistadan bu shirinligi uchun xomdon pistani kraxmali deb tasavvur qiling. Shunaqa tortdi. Bu tort, qandolatlarga eng beqiyos ozuqa bo'ladi, muzqaymoqlarga. Foyasidan qora mollarga bersa, ularning go'shtini yumshatadi. Foydali jihatini buni aniqlab, shuni olib kelib ekib uddaladik. Ana bugungi endi keyin seminarga kelib, bu seminar bizga foydasi bo'ldiki, laboratoriya bizga shunaqa imkoniyatlar beryapti. Shu imkoniyatdan endi foydalanadigan bo'lsak, to'g'ri kurashamiz hasharotlar bilan, kam rasxod bo'ladi. Undan tashqari hozir bu yerda o'sha suv xo'jaligini yangiliklarni eshitdik, sug'orishda yangiliklar eshitdik. Bularda o'sha o'lchaydigan shotchilardan endi olish imkoniyatimiz bo'ladi. Bu nima deydi? Bu o'sha o'z vaqtida bizga suv bilan ta'minlash imkoniyatini beradi.
Andijon viloyatidagi bu kabi amaliy sa'y-harakatlar farmonning hayotga izchil tatbiq etilayotganidan dalolat beradi. Erishilgan natijalar, xususan yerdan samarali foydalanish bo'yicha yangi tajribalarning joriy etilayotgani, suv resurslarini tejaydigan texnologiyalar faol qo'llanilayotgani, investorlar bilan hamkorlikda mahsulotlarni qayta ishlash va eksport qilish imkoniyatlari kengaygani va eng asosiysi fermer va yer egalari uchun aniq, kafolatli, daromadli mexanizmlar ishga tushirilayotgani. Bularning barchasi butun mamlakat miqyosida ommalashtirilishi lozim bo'lgan ilg'or tajriba sifatida baholanmoqda. Andijonda tashkil etilgan mazkur tadbir farmonning faqat qog'ozda emas, balki hayotda, amaliyotda, yerda, suvda, bozorda o'z ifodasini topayotganini namoyon etdi. Bugungi kunda qishloq xo'jaligida yechim yo'llari ko'p, lekin eng to'g'ri yo'l bu shaffoflik, ilm, texnologiya va bozorga e'tibor qaratishdir. Ushbu farmon va uning amaliy natijalari ana shunday yondashuvning yorqin namunasidir.